Diqqat! Telegram asoschisi Pavel Durov haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va olamda sodir bo'layotgan eng dolzarb va tezkor xabarlardan xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hozir obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosib qo'ying. Telegram asoschisi Pavel Durov 2018-yil bahorda uni zaharlashga urinishganini ma'lum qildi. Bu haqida u podkaster Lex Fridmanga bergan intervyusida gapirib berdi. U o'lim bilan yuzma-yuz kelgan, biroq bu voqeani shu paytgacha hech kim oshkor qilmagan. 2018-yilda o'zining uyi yonida noma'lum odamning nimadir tashlab ketayotganini ko'rgan. So'ng Durov hushidan ketib, ertasi kuni ko'zini ochganda uning eslashicha u qon tomirlari yorilib ketgan holatda uyg'ongan. 2 hafta davomida esa yura olmagan. Men bu haqida avval hech qachon ochiqlamaganman, chunki odamlarni qo'rqitishni istamadim, degan u. O'sha paytda Telegram Ton The Open Network loyihasiga sarmoya yig'ayotgan. Shuningdek, Rossiya kabi bir nechta davlatlar messenjerlarni bloklashga urinayotgan edi. Shundan keyin Moskva bu urinishlardan 2020-yilda voz kechgan. Durov hodisa qayerda sodir bo'lganini ochiqlamagan, ammo u 2017-yilda Dubayga ko'chib o'tgani, u yerda ijarada yashagani haqida ma'lumotlar bor, deyiladi xabarda. Barcha yangiliklardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, bir dona like knopkasini ham bosib keting.